Yo'q do'stlar, sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Men yana Jonim, sizlar bilan bugun video qilamiz. Ya'ni bir ikkita Open Pack va Messi 121 kartochkasini sizlar bilan obzor qilamiz. Xo'p, bu yerda bizga tushgan o'yinchi 114 Svensson degan o'yinchi tushdi. Xo'p, men Open Pack video qila olmadim, ma'lum bir sabablarga ko'ra, lekin bu yerdan menga Oyarzabal tushdi va uni Oyarzabelni men Messiga exchange qilib oldim. Hop, sizlardan uzr so'rayman Open Pack videoni olmaganimga, lekin mana sizlarga juda ham zo'r video Messini obzor qilamiz. Do'stlar, nimaga bilmadim, biz 50 ta obunachiga 3 ta o'rin qoldik. 50 ta obunachi bo'lishimiz shart va zarur. 3 kishi obuna bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimos, like ham esingizdan chiqmasin. Bundan oldingi video umuman past ko'rilibdi hamda like, obuna umuman kelmagan. Bu videodan obuna va like bosishingizni so'rayman, iltimos sizlardan. 50 ta obunachi bo'lamiz, xudo xolasa. Mana shu oyda, iyul oyida bo'lishimiz shart va 50 ta obunachi bo'lganimizdan keyin birinchi streamimizni boshlaymiz. Xo'p, bu yerda Laporte birontasi kerak edi do'stlar bizga shulardan. Yana birontasini ushlab olamiz. Bu yerdan 119 o'yinchi tekinga berilyapti. Alex Bayena, keyingi chanslar ham tepada pichiga turibdi. Shida ham bitta bidonetini berib buni olishingiz mumkin. Bu yerda esa Pau Barsi bitta 120. Menga himoyachi kerak, shuning uchun bironta himoyachini olishim kerak. Shuni Pau Barsinimi? Hop. Yo bo'lmasam boshqasinimi? Mayli, chiqamiz bu yerdan. Hop do'stlar, biz endi o'yinga kiramiz. Ozgina internet ishlamayapti. Bosilyapti. Hop, biz endi o'yinni boshlaymiz qani. Hop. Hozir kirib oladi. Iltimos sizlardan obuna bosib qo'yinglar. 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Ha, 122, 119 ekan. Biznikidan pastroq ekan. Barsaga qarshi men. Hop. Endi kirishini kutamiz. Mana shu paytda obuna va like bosib qo'ysalaring yaxshi ish bo'lardi. Bundan keyingi video yangi event championshipdan bo'ladi. Uni ham kutib qolinglar. U ham chiqadi. Yo bo'lmasa bundan oldin bironta video olishim mumkin. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Bizda Messi turibdi strikerda. Hop. O'yin boshlandi. Bu yerda Messi oddiy vaziyat edi. Bu yerda yana bitta Lamine Yamal, Maktum Del Piero, Messiga pas, Messi ketyapti, Messi, Ankara Messi o'tib ketdi Di Markodan, yaxshi. Va bu yerdan zarba, gol do'stlar. Messidan birinchi gol. Yaxshi do'stlar. Yotib bo'lsa ham gol urdi. O'zini ajoyibgina gollarni ko'rishingiz mumkin. Yotib o'ng oyog'ida berdi golni. Mayli, keyingi o'yin. Bu o'yinda 1-0 ga yutdik. Boshqa qiziqarli vaziyat bo'lmadi, shuning uchun qo'ymadim. Keyingi o'yin Clashmi? Kim bu? 2005 bilan o'ynayapmiz. Mayli. 3-2 barobar boshlandi. Menga Messi hozircha yoqayapti. O'yinlar otlechini. Har bitta o'yinda bitta gol uryapti yoki undan ko'p gol uryapti. Menga yoqdi. Tavsiya beraman. H2 ideal kartochka. Dahshat, driblingga 220 to'g'rimi yoki shu 23 mi shunaqa. Tezligi 209. Juda ham tezkor o'yinchi. Menga yoqdi. 5 ga to'g'ri oyoq. Bappini ham 5 ga to'g'ri oyoq qo'yishgan bilmadim endi. Mayli, FC Mobile'da o'zi biladi nima uchun 5 ga to'g'ri qilganini. Hop. Bunda ham Messi bor ekan. Faqat 124 kartochkasi, ya'ni 119 kartochkasi. Bizda esa 121 kartochkasi bor.
Menga to'g'risini aytsam, Messi juda ham zo'r o'ynaydi. Agar kimdadir 120 bo'lsa, almashtirib olishingizni tavsiya beraman. Agar strikeringiz 120 bo'lsa yoki ervingiz juda ham yaxshi o'ynab beradi. Menga yoqdi. Mana Messidan keyingi zarba va gol. Ko'rishingiz mumkin, golda juda ham zo'r bo'ldi. Mayli. Keyingi o'yin. Bunda ham yutdik. Va bundan keyingi o'yinda yutamizmi yo'qmi bilmadim. Hop, ketdik. Endi biza Del Piero, ya'ni Messiga qarshi o'yinni ko'ramiz. O'zi men Erbaga qo'ymoqchi edim Messini, lekin Erbada Lamine Yamal turibdi. Strakerlikka odam yo'q bo'lib qoladi. Lamine Yamal strakerlikda o'ynay olmaydi. Shuning uchun strakerlikka qo'ydim. Agar strakerlikka odam topsam, Lamine Yamalni o'rniga qo'yishim mumkin, yana bilmadim. Lekin strakerda ham juda ham yaxshi o'ynayapti. Erba tomonidan olib ketib turib pas bersalaring kimdirga, bu bo'yi uzun odamga gol urishi mumkin. Lekin men strakerda o'ynayapman. Ikkinchi Prestida shunaqa pas beradigan, aylantirib pas beradi. Birinchisi esa shu 90 ga tepadigani. Menga yoqdi Messining Prestida. O'ynasa juda ham yaxshi. O'ynasa bo'ladi. Hop, internetimiz ozgina pand beryapti. Mayli, hop, Ajer to'pni olib qo'ydi. Lamine Yamal, McTominayga pas, McTominay Messi to'pni olib qo'ydi. Messi zarba. Va McTominay hal qilib qo'ymoqda. Messiga assist yozilammi? Yo'q, yozilmasa kerak, yana bilmadim, lekin juda ham yaxshi zarba bo'ldi Messidan. Mayli, hop, endi Del Piero'da to'p. Del Piero kimgadir berdi, o'qolmadim, lekin hamshik vaziyatdan olib ketolmadi. Zeberto Alex Payne Messiga. Messi to'pni oldirib qo'ydi, lekin Lamine Yamal va Messiga yana pas va zarba va Messidan yana bir chiroyligina gol ko'rib turibmiz. Hop, bu o'yinni ham yutdik. Keyingi o'yin Ronaldoga qarshi o'ynaymiz ekan. Bu yerda kim bu? Jamesmi? Bilmadim, tanimadim. Jamesga o'xshadi, yana bilmayman. Mayli. Hop. Yana o'zimizdan ozgina pastroq o'yinchiga tushib qoldik. Menimcha 123 yoki 124 bo'lishi kerak. Championship 122 o'rinlar bilan keladi deyishyapti. Juda ham yaxshi. Unda bunaqa exchange kelmaydi, draftga keladi. O'zi draftga ham keldi, faqat uni tushirish oltin, ya'ni 4,5 ming bitta ochishi. Lekin bundan keyingisi 3 mingta bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Kelsa ko'rib olamiz. Hop, lekin bizaga yaxshi o'yinchilar keladi. Drogba keladi. Schweinsteiger keladi. Ular yaxshigina o'yinchilar keladi. Chelsea, Bavariya o'yinchilari anchagina yaxshi. Bu yerda esa Son gol urib ketmoqda. Mayli. Keyingisi yana ulardan hujum. Shu Rafael emas, Nico Williams juda ham yaxshi kartochka kelibdi. O'yinlari atlichna, driblingi, zarbasi menga yoqdi. Olib olsam bo'lar ekan. Agar bironta o'yinchi topib olsam 119 almashtirib olaman. Xo'p, mayli, bu yerda biza golga o'tkazib qo'ydik. Golga mag'lubiyatga uchradik. Mayli. Keyingi safar g'alaba qozonamiz. Bu yerda o'yinning yaxshi o'yinchisi bu Son bo'ldi. Biza 1 marta zarba berib, biz esa 3 marta zarba berib, ikkitasini gol uribdi. Men esa bitta ham gol ura olmadim. Mayli. Hop. Biza sovg'asini bera olamiz. Hop, biza mag'lubiyatga uchrab, yana bir yulduzga tushib qoldik. Keyingi o'yin kutamiz. Obuna va like bosib qo'yinglar shu joylarda. Menga obuna va like juda ham
kerak. Bundan oldingi video juda ham kam prosmotr va juda ham kam layk yig'gani uchun videoga kim kelmadi va vaqt ham bo'lmadi. Va endi sizlar uchun vaqt topib video qilyapman. Bunda layk va obuna ko'p, prosmotr ko'p bo'lsa, bundan keyingi video ham shunga yarasha juda ham sifatli, ya'ni qiziqarli va tez orada chiqadi. Shuning uchun layk va obunangizni qizg'onmang va 50 ta obunachi va biz stream qilamiz. Hop. O'yin boshlanyapti. Braziliyaga qarshi o'yinda O'zbekiston kim yutadi? Taxmin qilib ko'ringlar. Hop. Bizning sostavimiz o'sha. Men Elvaga Salem 5-5 oyoq, lekin Niko Williamsni olamanmi deb turibman. Bunisini keyin ko'ramiz. O'lganimni shortsiz qilib chiqarib qo'ysam kerak. Ko'rasizlar. Hop, bu yerda Messi pas bergan edi, ammo o'yinchi olib qo'ydi, lekin bu yerda qoida buzildi. Hozircha 1-1 qilib ketamiz ama. Hop, bu yerda pas McTominay 0-1 Messi shu yerdan zarba va gol. Messi uzoqdan zarba. Messidan qo'rqmasa uzoqdan zarba bersangiz ham bo'lar ekan, juda ham yaxshi debdi. 91 chakka ko'rishingiz mumkin. Bu zarba juda ham yaxshi zarba bo'ldi. 90 ga bormabdi-yu, o'shani atrofiga boribdi, buni his qilmadi. Mayli 1-1 deb o'yin tugadi, menga zo'r deb emoji tashlayapti va qo'l tashlab qo'yapti. Mayli. Bu yerda ozgina internet ishlamay qoldi. Hop, unda do'stlar, sizlar bilan xayrlashadigan vaqt ham keldi. Xulosa qilamiz. Messi juda ham yaxshi kartochka o'ynashlarni tavsiya qilaman. O'ynatib ko'ringlar. Menga yoqdi. Har bitta o'yinda bitta gol uryapti. Отличный kartochka. Juda ham zo'r. Menga yoqdi do'stlar. Sizlar ham o'ynatib ko'ringlar. H2 H ideal kartochka. Hop, mana statistikalarini ko'rishingiz mumkin. 223 dribling, 209 tezlik, 208 pas, 202 pas, 208 shot tengsa bilan ko'rishguncha xayr.